Barchaga salom. Bugun sizlar bilan Jahongir Otajonovning Kunlarim klipi qanday tushirilgani haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Ha, bu kliplarda ham men stilist edim va sirazu birinchi lokatsiyaga kelib kiyimlarni dazmollashni boshladim. Birinchi obrazimiz yangi tug'ilgan chaqaloq obrazi edi. Shuning uchun kapalakni kokoniga o'xshatib to'qilgan detallar qo'shdim. Rejissyorimiz minimalistik oq obraz xohlagandi, lekin men o'zimda baribir to'qilgan kiyimlarimni qo'shishim kerak edi, chunki bu meni vibe'im. Bu esa bizning operator Sardor va uning ko'zi bilan ko'rilgan kadrlar. Juda ham chiroyli. Storyboardimizga qarab har bitta kadrimizni bitta-bitta tushirdik. Bu obrazda meni qiynagan narsa mato oq bo'lgani uchun tez dog' bo'lib, tez g'ijim bo'lishni boshladi. Atak kadriga kontrast berilgani uchun yaxshi ham bilinmadi. Bu esa rejissyorimiz Sardor Jahongir akaga kadrda nimalar qilish kerakligini aytib beryaptilar. Voy, menimcha pershatka zo'r effekt bergan kadrda. Montaj jarayonlari esa syomka bilan birgalikda ketyapti. Bu rejissyor bilan o'xshash tarafimiz aynan skajni vibe'ni ikkalamiz ham yaxshi ko'rishimiz. Mana bu sahna eng chiroyli edi. Meni to'qilgan oq mahsullarimni tanidinglarmi? Как видите, Jahongir aka прям очень доволен кадром. Birinchi